Har doim sizlar prezident tadbirkorga, xalqingga bo'lsin deb nimadir qaror chiqaradi, sizlar xuddi o'sha narsani teskari qilasizlar. Sukunatga e'tibor beramiz. 7 yil deganda bizning zavodimiz batamom to'xtadi. Plast korxonasi 7 yildan beri ishlaydi. Bu korxona davlatdan yoki tashqaridan yo bankdan bir so'm kredit olmasdan shaxsiy 3 kishini nimadirligimizdan sotgan, kvartiramizdan sotgan, kimdir mashinasini sotgan, o'zimizdan shaxsiy mablag'ni noldan boshlaganmiz shu zavod. Hech qaysi davlat tashkilotidan, davlatdan shu paytgacha yordam olmaganmiz. O'zimizning shaxsiy kuchimiz bilan 3 tadan 30 ta, agar ikkala zavodimizdan qo'ysa 60 tagacha xodim chiqarganmiz. Hozir 30 ta xodim ishlaydigan zavodimizda gaz ishlatiladi. To'xtadi. Tadbirkorlar faoliyatiga ta'sirini o'rganyaptimi? Biz jarima solgan bilan uni ishlatmasdan qo'yganimiz bilan nechta odam ishsiz bo'layapti? Qancha eksport bo'lmayapti, qancha ishlab chiqarish bo'lmayapti? Jarima solgan odamlar tushunadimi buni? To'lov va yig'imni kamaytirish bo'yicha kim taklif berdi? Ushbu videoda ko'rganingizdek, prezidentimiz tadbirkorlarni qo'llalaring, quvvatlalaring, yopilib ketmasin, podдержка qilaring deyapti. Men shuncha yildan beri, 2016-yildan beri Shavkat Miromonovich prezident bo'lganlardan beri yangi qarorlari chiqsa borib biz qo'rqib turamiz borib. Sababi ularni pastda ishlaydigan hamma ministrlari bormi, boshqarma boshliqlari bormi, ular erta bergan, chiqargan qarorlarini teskarisini ishlab chiqarishadi. Sababi kecha bir hafta oldin yangi qaror tadbirkorlarni qo'lla deyildi. Kecha meni o'zimni guvohim bo'ldi. 7 tami 8 ta korxonani batamom yopib ketishdi, gazini, energetik gazini qulab, bir nimalar qilishdi chiqdi. Hozir endi biz nima qilaylik? Bo'ldi, bugun mana bugun birinchi chislaga erta bo'ladimi? Ertaga qolgan 30 ta xodimimni bo'shataman, stanoklarimizni sotaman. Hozir kimdir yozishi mumkin, gazdan qarzing bo'lsa o'shancha o'chirgan. Yo'q, gazni 70-80 million peridaplatdan turibdi. Hozirgi kunda to'g'ri, jam borsa 5 million ishlatayotgan savdo yo'q o'zi. O'shanda menga 20 kunlik peridaplat ham turibdi. Hop, birinchisiga o'tsin, shot faktura ber, o'shanga qarab to'layman, keyin balki davom etamiz desam, yo'q, menga tepadan buyruq kelgansan, mana shu summa 270 million qayerdan olganini ham xudo biladi, faqat shu to'laysan, yo'qmasa men seni o, menda shuncha odam ishlaydi. Yo'q, eshitaman, meni agar kesmasam bo'lmaydi. Hozir bu yil o'zida meni taniydigan tadbirkorlardan 20-30 tasi shu yopilib bo'ldi. Umuman kichik va o'rta biznes yopilib to'xtayapti. Hop, endi bu yog'iga biza o'zimizda O'zbekistonning strategiyasi men tushunishim bo'yicha va Rossiya va Belorussiyaga tekin mardikor yetkazib berish bilan shug'ullanadigan davlatga aylanyapmiz. Buni asosiy sababchisi bizani prezidentimizning teylarida turgan, ularni har doim podvad etib kelgan ministrlar bormi, bo'lim boshqarmalar bormi? O'shalarga ming rahmat. Har doim sizlar prezident tadbirkorga, xalqingga bo'lsin deb nimadir qaror chiqaradi, sizlar xuddi o'sha narsani teskari qilasizlar. Bu shuna ahvolga keladi. Niyatingiz o'zi nima? Nima niyat qilgan bo'lsanglar, o'shanga sekin-sekin yetyapsizlar, hammalarga omad. Shu videoyimni maksimal qo'lingizdan kelgancha xalqimizga tarqatinglar, podдержка beringlar, kerakli joylarga yetib borsin. Nasib mo'sh prezidentimizni ko'radilar, mo'sh